Assalomu alaykum. Navbatdagi ishimiz konditsioner zapravkasi bo'ladi. Buni akşamı o'tgan kun zapravka etgan ekanlar. Sababi chiqarib tutdi. Sababini ko'rsataman. Agar ko'rinsa, shu yerda shalankasi bor buni. Shu shalankadan chiqarib tutdi. Hozir shalankasini zamin etamiz. Zapravka urib beramiz. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Solingan gaz namina chiqarib tashatibmiz. Agarda o'zlarimiz sog'lom bo'lsak, oxiratda tortib olar edik. Ziyalamin yana klientning o'zini gazini o'zini solib berar edik. Endi bu chujoy gazni olib bilamiz. Bizga bunga ishonch yo'q. Kapyonu zapravka jarayoni tamom bo'ldi. Zamin bo'lgan shilanka. Zamin etib berdik. Cho'tki ishlatib turibdi.